Salom hammaga. Futbol Briji 22 kanali yana efirda. Yana biz video joylashga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar, like bosmaganlar obuna bo'lib qo'yishlarini xohlaymiz. Biz 100 mingta bo'lishimiz kerak. Bugungi o'yin sharhi to'g'risida gaplashsak, Yevropa Ligasini sharhlashga harakat qilamiz. Mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'yinglar, obuna bo'lsanglar yaxshi. Donat qilsanglar biz yanada ko'proq video qilishga harakat qilamiz. Moddiy tarafdan qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz kanalni rivojlanishi uchun. Unda o'yin haqida gaplashsak, birinchi o'yinimiz Bilbao shahridagi Atletico Madrid o'yin haqida bo'ladi. Atletico Bilbao stadionga ko'plab muxlislar yig'ilgandi. Bu galgam unda Romani yutgan singari Manchester Unitedda tormor etamiz deb o'ylashgandi. Ko'plab minglab muxlislar kirdi. Lekin Atletico Madrid o'z o'yinini o'xshata olmadi bilbaoliklar. O'sha mashhur o'yinchisi Williams ham o'zini ko'rsata olmadi. O'yinda bitta qizil kartochka olishdi Bilbaolar 38-daqiqada. Manchester United o'zining super formasini namoyish etdi o'sha o'yinda. Manchester United 3-0 hisobida Bilbaoni yutdi. Endi javob uchrashuvida intriga qanaqa bo'ladi? Endi intriga Manchester United stadionida Bilbaoliklar 3 ta gol urishi bu sensatsiya. Manchester United endi finalda deb hisoblasak ham bo'laveradi. Bu futbol, lekin intriga o'zgarib ketishi ham mumkin. Lekin Manchesterni bugungi o'yinga holatiga ko'ra Bilbao finalda chiqolmasligi 90% aniqlashib qoldi. Endi ikkinchi o'yinga kelsak, ikkinchi o'yinimiz Tottenham Bodo Glimt jamoasi o'rtasida o'yin bo'ldi. Bu o'yin o'zi Bodo Glimt jamoasi bu joyga yetib kelgani o'zi bir tabriklasak arziydi, lekin ko'plab muxlislar Tottenham Londonga qo'llab-quvvatlagani kelishdi, lekin Bodo Glimt jamoasi o'z o'yinini ko'rsata olmadi. Bodo Glimt 3-1 hisobida yutqizdi, lekin intrigani ushlab qoldi va endi o'z maydonida 2 ta gol urishi imkoni bo'lishi mumkin. Minglab muxlislar kelsa, Bodo Glimt jamoasi finalga chiqishga harakat qiladi, lekin Tottenhamning foizi 60% yuqoriroq. Tottenham safarda 2 ta gol o'tkazib yuborishi mumkin, lekin o'zlari ham hujum qilib gol urishsa, bu intriga saqlanib qolgan o'yin hisoblanadi birinchi o'yinga nisbatan. Finalda ko'p ehtimol bilan Angliya jamoalari ko'rishimiz mumkin. Manchester United va Tottenham chiqishi mumkin. Obuna bo'lmaganlar, like bosmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Futbol TV, futbolga oid kulgili hazil videolar, natijalar hammasi shu kanalda bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Biz 100 mingta bo'lishimiz kerak. Like, komment uchun rahmat. Donatlar uchun alohida ming rahmat. Sog' bo'lasizlar.